Assalomu alaykum bizlar kuzatuvchilar. Mana bugun yana biz Samarqandda ishimizni boshladik. Biz mana Boyaq Free degan mashinchaga zaryadgacha uстановка qilishi zakaz olgan edik. Shit biz terilgan, polni tayyor. Biz xizmat safarda edik. Shuning uchun shit terish jarayonlaridan lavha qo'ya olmadim. Bugun asli uстановка qilib hammasini yoqib ishlatib yurgandan keyin bitta obzorcha qilib ko'rsataman. Bizlar kuzatishda davom etinglar. Kim o'sha xizmatga kelsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'ling.